bitta qalbini buzgan insonni butun Ka'batullohni barbod qilish bilan teng degan. Kimgadir yomonlik qilish, kimgadir azob berish, uqubat keltirish juda oson ish bu. Lekin ayting, sizni shu narsa baxtli qiladimi? Bu kimgadir negativ yozganingizda, kimgadir negativ gapirganingizda siz bundan baxtli bo'lasizmi? O'zingizga bitta savol bering. Kimgadir aytgan yomonlik gapingizni, kimnidir ko'nglini og'ritganingizni, kimnidir dilini parokanda qilganingizni, hammasini haqqi bor. Bu yerda hech narsa haqsiz emas. Hamma narsaning hisob-kitobi bor. Bitta qalbini buzgan insonni butun Ka'batullohni barbod qilish bilan teng degan. O'sha bitta kommentariyada o'tirib kimnidir nomiga yomon narsa yozganingizda bilingki Ka'batullohni buzganchalik shu qadar katta gunoh ish qilgan bo'lar ekansiz. Aytingchi, shu narsa sizni baxtli qiladimi? Shundan siz zavq olasizmi? Yomonlik qilish uchunmi? Shu uchun yashayapsiz, shuni maqsadingiz, shuni manfaatingiz. Nahotki bundan ortig'iga loyiq emassiz, nahotki bundan ortig'ini qila olmasangiz. Mana yaxshi gap ham, yomon gap ham bitta ko'ngildan chiqadi, bitta qalbdan chiqadi, bitta tildan aytiladi. Yaxshi gap ham, yomon gap ham. Yomon gap bilan odamni shundoq hafsalasini so'ndirib, qalbini parokanda qilish mumkin. Yaxshi gap bilan odamni shundoq ko'nglini ko'tarish mumkin. O'zingiz tanlang, siz qaysi tomondasiz?